Yaxşımısınızlar dostlar. Aldığın saat dersimizde biz kulakni yasashni ko'rib tamomlagan shunaqo. Biz bu saat dersimizde qo'saq qismidagi yo'siman teshikni teshishni ko'rib o'tamiz. Bundan bo'lsa darsimizga diqqat qilinglar. Biz avval oldi ko'rinish kiraylik. Odil ko'rinishdan qarasak, bu yerda mana bu teshikninki siziq turdi shunaqo. Biz bu siziqni sizib chiqaylik. Chamber. Mana chamberdan ekrimizga vaqtda ma'lum o'zim qo'yib olgan, hamisi o'zim qo'yib olgan narsalar, masalan, bu bir qistirma detal, hamisi o'ziga tushliq qizlari bor bir skriptlar manaslar hamisi mayana ichida bor narsalar. Customning ichiga o'zimiz xohlagancha qo'yib olsak bular, men bu yerda qo'yib olgan. Bularni hammasini bitsinlikdan topilib bo'ldi. Bu yerda men eklegan narsa chamber tug'u. Bu chamber create ning ichida, anywhere base ning ichida circle. %90 o'rgandan keyin çoğunluğunu belirleyelim. Çoğunluğu takmadan başını çekip olsun. Hem de müşküldüğümüzge vakitte biz bununki lazım olmayan bölgeni kesip çıkartayım. Mesela ben bunu yeni birini küçürelip, miye koyup durup, ikisini özara tanlap cut bölükünü basamlap, bunu bizge kesip başlap verelim. Şununla ben polygon'ni modelini tanlamaydigan koyup durayım. Mesela kolaylık bo'lishi uchun uni tanlamay turaylik. Endi bo'lmasa biz bularni mayda ekan bu. Men mana taqib turay. Buni cho'ng kichik qural bilan qisib tanlashtirib, undan bu yerga udil qilib, buni o'xshash usulda bu yerga qilib udillaymiz bunaqa. Endi buni so'z saqlanib bo'ldi. Shuningdek, bu teshikninki o'rni tayyor bo'ldi. Shunaqa biz mishani teshgan vaqtimizda robotning bu g'ijakninki dal udilga kelgan bo'ldi. Ya'ni shu robotninki dal biz teshmoqchi bo'lgan o'rni mishay bo'lgan bo'ldi. Shunaqa biz bu to'rni ko'rsatib turaylik. Endi men mana hozir ishlatmoqchi, shuning uchun mana bekor qilib turay. Endi ikkisini o'zaro tanlab o'rli ko'rinishda kirib turib qaranglar. Bu nima buyruq degan vaqtda project curve on mesh degan shu siziqni shu modelning ustiga say qilib tushirdi. Qaranglar. Ko'rolma. Men mana ne götürse bu şunu erişmedi. Görünme. Şu arqılıq biz bu şu teshikninki o'rnini texim yaxshi ko'ramiz. Endi biz mishqilimiz vaqtda
Ben avval meninki segmentlerini tanış olay. Ben bu sızıqlanma bir qabak tıqib qo'yib turay. Endi o'rli ko'rinish kirib avval bularni kichiklataylik. Mana sızıqniki mana yana mana yozman to'shik bo'lgan to'shikniki mana sızıqni ichida bo'lish kerak ekan mana. Bayamda qaranglar, ama ichida hech qanday sızıq yo'q ekan. Shuning uchun men buni qo'yib, bu masalani to'liq qildim. Endi yana qo'shaylik. Yana bir. Bo'lgandan keyin endi nima ish qilamiz deganda biz bularni bitirib o'tkaylik. Segmentlar intayin muhim. Shuning uchun biz chuqur astoydil muomala qilishimiz kerak bular. Segmentlarni mana jiqtu deb qo'ymanglar. Ile kerak kelmaydigan segmentlar nurg'unlar chiqadi. Shularni biz bir-birlab o'chirib olsak bo'ladi. Yoki biz bu yerdan boshlab bu yerga tanlab, undan buni qisib olsak bo'ladi. Endi buni bu yerga ma'lum tanlaylik biroq. Endi bu yerdan boshlab bu yergacha. Yoki buni qo'shib tanlaylik. Endi bularni tekshirib bu yerga qo'yaylik. Ben bunu bundan söz olay. Söz olay. Endi mana o'chiraylik. O'chirayotgandan keyin qaranglar. Bu yerda bir teshikning o'rni paydo bo'ldi. Shunday qo'y. Endi biz bu mishiyani ta'kidlasak ham bu ta'kidlab bo'lgandan keyin men yana to'liqlayman. Avval bu yerdagi ortiq sızıqlarni o'chiraylik. Mana birisi qolib qolsin.
Mau Osman tüşükniki uçu misal şuna qo'y, shuning uchun men mau chekitni texim pasiltay. Texim kichik, texim pas. Undan ma'nunki rol qamida massiqni suyutay. Bulan men bu yerga qo'yaman. Shuna qo'y. Bu yerga hozir men o'zim tekmoqchi bo'lgan o'rinni belgilab bo'ldim. Nishani tekmoqchi. Birinchi qadam oyoqlashdi. Endi mau ostin qismidan söyleyeyim, üstün qismi mau ta'sirlashni qo'y, men tuz bo'ldi endi. Aslan qismidagi mau o'rilganmagan, mau segment yetishmagan yerlarga biz segment qo'yish orqali buni davomli tanishamiz. Üstüne şunchik tanışıp turayli. Ama ne azraq tushunib deyli. Endi astık keldik shunaqa. Astiniki buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga, buni bu yerga, bu yerga, davomli malan ikki xil bo'lmaydi. Bular şey turib tursin hozircha, shunaqmi? Bular shunday turib tursin. Endi meyada yana o'chiradigan face'lar chiqdi shunaqa. Masalan, men buni bu yerga, buni bu yerga yuksam, mana yükleshga bo'lmaydi-ki. Bularni mesela bunun iş olmaydigan vaqtda bu yerga yuksam, qaranglar. Ko'rdingizmi? Buzildi. Ozroq yuksam mesela mau meyatki mau face'ning uchi mau face'ningki ostiga o'tib ketdi. Shuning uchun bu bunda o'tib ketmasi kerak. Bular hozircha bu yerda turib tursin. Endi mana o'xshash ahvollar bo'z bo'lmaydi. Men mana shu yerda Şöyle keyin mana chekitning o'rnini men bu yerga qo'yib turay. Mana bu yerga. Mana o'xshash bir aylanma bo'lgan yerga ikki dona
sızıp kep qaz bulmaydı dep ben alaqadan bir degan deb shunaq qo'y. Shuning uchun men buni parchalayishim kerak. Then bunu yutaylik. Chekitni yutaylik. Bunu bu yoqqa, bunu yutaylik. Bunu bu yoqqa. Shundan boyamqi masala hal bo'ldi, shunaqmi? Miyada shunda bir masala mavjud. Endi bu yerda endi qanday masala bor degan vaqtda miyada bir 5 bulon, miyada bir 5 bulon asli bo'ldi. Mana qanday uqdim degan vaqtda qaranglar. 1, 2, miya 1 chekit bor 3, miya 2 chekit bor 4, 5. Mana o'xshash. 1, 2, 3. Mana sizning uchida bir chekit, mana uchida bir chekit, shundan 5. Biz bularni cho'qim yo'qotishimiz kerak. Men bularni ko'rib boqay. Bu bunda ilinib kelgan ekan. Miyaga yana segment ketadi, segment ketadi. Segment yetishmini shunaqa yetishgan bo'lsa miya bilan miya yo'qlatdi. Segment yetishmaganligi uchun men yana segment qo'shishim kerak. Mana miya turaversin. Erki 3 no selmildi. Maybe segment qo'ysam endi yetadi. Maybe ne? Maybe shunaqa. Miyadim bo'yamdan bir 5 bulondan birisi bor, hal qilish kerak degandim shundaymi? Bu bir 5 bulon. Avval men boyadan boshlab kelay. Qaranglar, miyadimi boyaman degan masala mavjud. Ya'ni mana bir qirg'a 2 dona siziq olinib qolgan. Ham miyadim shundoq. Mana bir. Biz chuqur bularni hal qilishimiz kerak. Yutaylik. Mana yutishni ilgari mana ustiga tasbih chiqib qoldi. Yakomsa mana qilsam bo'ldi.
Sonuçta turaversin. Turavergandan keyin men bevosita matsizlikni juyasam bo'ldi. Bu yerdan o'xshash. Bu yerda ham sizlikniki roli bor ekan. Masalan, ma segmentniki o'rniga keldi ekan. Buni men hech qanday qilmasam bo'ladi. Shunday turib tursin. Endi bu yana men ikki bo'lib o'tay. Yoki bo'lmasa massizlikni o'chirib buni bu yerga olsam bo'ldi. Shuning bilan bir qirg'a faqat bir siziq ulanish sharti tamomlangan bo'ldi. Endi bu yerda bir 5 bo'lon paydo bo'lishi, ammo bu 5 bo'lonni hal qilish intayin oson. Endi bu yerdan bir 5 bo'lon bor. Masalan 1 2 3 4 5. Mana o'zi bir 5 burchak. Buni hal qilish kerak. Buni hal qilish intayin oson. Masalan mana bir vaqtda bu mal bo'ldi, endi bu mal bo'ldi. Ishning murakkab qismi tugadi hozir. Miyada segmentniki tamponсызлыгы bek eg'irib qolibdi. Misol qilganda miyada bek quyuq, miyada bek chalang'ishni qo'y. Shuning uchun biz bularni chuqur to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Bu yerdan bekchi bir bundan açık qilib bu yerdan bekchi bir turg'un birini qo'yish kerak ekan. Bu yerda 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ekan. 6 bo'londan birisi paydo bo'ldi. Buni biz cho'qim yo'qotishimiz kerak. Yana bu bunday kelgan. Mana o'zgartirib buni yutib buni mayonez deb mansaqdan bo'lgan. Qilmaydi. Bo'lmaydi ekan. Bu yerga kelgan bo'lsa buni bu yerga ulash kerak ekan.
1, 2, 3, 4. Endi bu yerda 1, 2, 3, 4, 5. 5 bulan shunday qo'y. Biz mush 5 bulan yo'qlasak ham bo'ldi endi. 1, 2, 3, 4, 5. Demek mush 2, 5 bulanni o'zaro ulab qo'ysaqlar, bu masala hal bo'lgan. Masalan, 1, 1. Shundan bilan bu masala hal bo'ldi. Endi eng oxirida qaranglar. Nima ish qilmas deganda ma qo'yayotganlarim nima deganda ilqi to'shikniki kengligi, kengligi ma. Endi qog'ozlar shunday olsin. Qanday qilamiz deganda, mush tanlab olgan siziqlarni yana qaranglar. Men bu yerda tanlamni shunday qo'yib, ma uchun tanlab extrude. Bularni pastga tushirib olsaklar, hozircha mishatib tursin. Men ozroq qatorliq bo'lgan, miyadan boshlab, miyaga tanlab, bularni biz bir qisaytaylik. Shundan bilan bo'ldi. Endi davomini qana davomlashtiramiz deganda biz buni davomlab extrude. Shunchalik bo'ldi, shunday qo'y. Bo'lgandan keyin bu chekitlarni yugurtaylik. Yugurtgandan keyin miya yepishmadi. Biz bu yerga mana sıkın birini qo'yaylik. Bundan bunu qo'yaylik. Endi o'ttirib qana qilamiz deganda yeni bir segment yetishmadi. Yeni bir segment qo'yish kerak. Buni qo'yib bo'lgandan keyin buni o'rnini bu yerga shundan bilan ma'lumotdagi mana segment soni bekla ozib qolgan. Ondan bu o'rnimo chiqdi. To'shkent ish bo'ldi. Endi nima qilamiz deganda, bu to'shkningki cho'qim cho'nqurligini bermasa bo'lmaydi. Yana qarasak hozir bu bir plane, nipizdan bir plane. Qilinliq yo'q shunami? Xuddi mana to'shiklarga o'xshash qilinliq yo'q. Shunga biz buni qilinliqini belgilab berishimiz kerak. Avval uni qilishdan burun miyadagi yana bir masalani qo'yaylik. Qanday masala deganda qaranglar. Avval degandek 1, 2. Ama bir qirg'a 2 tane siziq ulanib qolgan shunami? Mush masalani qo'ysaklar cho'nqurliqni chiqarsak bo'ldi. Endi bu yerda
bu yerga birini. Ondan mana süyüteyli. Bu yerden bu yerga birini. Bunu süyüteyli. Endi öyle. Hazır bu bir 5 bulun aslı oldu şunaqı. 5 bulun aslı kıldı. Beş bulun aslı qandan keyin biz bu yerden yoki bo'lmasa mishadan qilsak bo'ldi ekan. Mishadan bu yerga bir. Bu yerdan bu yerga bir. Bunu qayta kiraylik. Bu yerdan bu yerga bir. Siziqni qo'ysaqlar, lekin 3 ni bossanglar Şunu basak 1, 2, 3, 4 mana bu 4. Endi bu astiki masalalar qanaqa qilamiz deganda bu intayin oson. Masalan segmentni shunday qo'yiblar. O'zaro ulabla qo'ysak bu hal bo'ldi. Ama bu yaqinroq to'g'ri yaxshi. Endi benim tanlagan bu qirlarini tanlab turib qanaqa qilatdik? Biz bularni extrude qo'y, extrude qilib ichiga tiqib olsaklar bo'ldi. Endi miya qirliq qilib qoldi shunami? Biz miyani ozroq tanchab qo'yaylik. Ozroq tanchab qo'yaylik. Endi mesela miyada hozir qirliq qilib qoldi. Qirliq qilib qolgan masalani qanaqa qilamiz degan vaqtda bu bo'lami mesela qirliq qilgan yer mesela mana hammamiz qarasanglar 8 qirliq. 1 2 3 4 5 6 7 8 nama mesela hammamiz 8 qirliq qo'polib qolgan teshiklar. Mana bu emniyatda pek siliq emas ama endi eng oxirida bu hamma ishlarni tamomlab bo'lgandan keyin biz buni simiz qilamiz. Ama simiz qilsaqlar mana teshikning shakliga qaranglar, mana qaranglar. Hammasi shunda silqib ketdi shunama. Shuning bilan teshikni mishab oyoqlashdi. Endi biz bu yerdan ishlatgan mana siziqlarni tanlab juyasaklar bo'ldi. Xo'sh, shunda biz bu so'rak darsimizni inshaalloh oyoqlashdi. Keyingi so'rak darsda ko'rishaylik. Xo'sh.